Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan eng qo'l Mirobod. Bugun biz sizlardan to'rtovchi narvonimizni ko'rib chiqamiz. Hop, aka-ukalar, narvonimizning bo'yi 90 bo'ladi, 3 ta uchkasi bo'ladi va 2 ta temiri bo'ladi. Biz ko'rsatgan narvonni ochamiz. Chetida noshkalari bor, ko'ryapsizlar. Noshkasiga temirini tiqib qo'ysizlar, o'zini oyog'i bor. Bu narvonimizni sirpanmaydi. Bu ochilishi o'rtoqlar. Hop, qo'yib olamiz. Nima ish turishda? Bu 80 bo'ldi. Bu bemalol 150 kilogacha ko'taradi. Endi buni boshqa funksiyasini ko'rsatib ketaman. Endi ochamiz. Hop, bu narvonimiz 3.6 bo'ldi. Mana ish turishda. Narvonimiz sifatli alyuminiydan qilingan bo'lib, mexanizmlari juda kuchli. Yana holatiga hozir qaytaramiz va keyingi holatini yana ko'rsatib o'taman. Bu bemalol domga ham olsanglar bo'ladi, uchastkalarga olsanglar bo'ladi bemalol. Mana bu keyingi yig'ilish funksiyasi mana. Mana shu turishda narvonimiz 130 kiloni ko'taradi. Narvonimizning ikkita noshkasini shunday oyog'iga tiqib qo'ysizlar, bo'ldi va polkasini, ikkita polkasini qo'yib olamiz. Bemalol polkaning ustida yursanglar bo'ladi. Uyga, onalarimizga, opalarimizga mana o'ynashlarga, misol uchun uylarga illyustralar alishtirishga juda ham qulay, lampochkalar alishtirishga juda ham qulay narvon bo'ladi va yengil bo'ladi. Sifatli alyuminiydan qilingan bo'ladi, qalin. Narvonimiz ham yengil, ham yig'ishga va ko'tarib yurishga udobli. Sizlarning qo'dam Mirobodda kutib qolamiz.